Biznikilar bir paytda internetda bir-birini o'rtini kavlab, kommentariyalarda mojaro qilib, kim dayus, kimdir xalq dushmani, chet el mamlakatning bir fuqarosi butun bir jamiyatni orqaga tortayotgan bir paytda bir odam kelajak imperiyasini quryapti. Bu ham yoshi kichik va kattalarga ma'qul keladigan mavzu deb o'ylayman. Ba'zilar u odamni pedofillikka ayblashgan, ba'zilar esa odamxo'r deb atab chiqdi. Ba'zi birlar esa zamonamizning yangi, eng ilg'or va tarixni qayta yozadigan odam deb qabul qilishadilar. Bugun biz aynan shu odam haqida gaplashamiz. Bu yerda g'iybatlar yo'q. Shu joyda biz tushunamiz. Qanchalar darajaga hali ortda ekanligimizni, ko'zlarimizni mosh qilib anglab qolamiz. U raqsga tushgan payti go'yoki tutqanoq tutgandek harakat qiladi. U o'z farzandiga XAE A12 deb nom beradi. O'zining qimmatbaho mashinasini kosmosga uchiradi. Las Vegas ostida dunyodagi eng yirik tunnel shaharni quradi. Ko'pchilik kuladi. U odam aqldan ozgan deb. Hozirgi dunyoda aqldan ozgan odamlar aslida aqlli odam. Aqlli odam deb hisoblanayotganlar esa aslida aqldan ozgan telba bo'lishi ham mumkin. Lekin men ushbu masalani hammasini bir joyga yig'dim. Agarda sizga bu narsa qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, like bosing va fikringizni qoldirishni esdan chiqarmang. Bu odamning asl mohiyati kelajak imperiyasini qurayotganini eshitsangiz, kulgu o'rniga badaningizga titroq keladi. Chunki bu odam Elon Musk, zamonaviy tarixdagi eng boy odam. Ya'ni kelajak imperiyasini qurgan odam. Hattoki 1 daqiqada $8000 ishlab topadigan odam. Vaqtida esa hech kimdan ajralmaydigan oddiy bir odam bo'lgan. Va o'sha zamondanoq uning har bir harakati faqatgina bitta maqsad bilan bo'lgan. Shu maqsad ham Mars. Keling, boshidan boshlaylik. Elon Musk nima deydi? Men Marsni kolonizatsiya qilmoqchiman. O'sha payti hamma boshini irg'itadi. Lekin hech kim savol bermaydi. U yerga yetib borguncha odamlar nima qiladi? Marsda esa harorat -60 daraja. Radiatsiya shunchalar darajaga kuchliki, hattoki odamni o'limga olib keladi. Kislorod yo'q. Planetaning sirtida esa yashab bo'lmaydi. Demak, yer ostida yashash kerak. Shu joyda Muskning The Boring Company kompaniyasi bor. Dunyodagi eng kuchli tonnel qozuvchi mashinalar. U ushbu mashinasi orqali Las Vegas shahrining tagida juda ham mukammal va uzun tunnel shahar quradi. Ushbu mashinalar esa Marsda yer osti shaharlar qurish uchun ideal mashina hisoblanadi. Ushbu tunnellarda Musk jamoasining hisob-kitoblariga ko'ra radiatsiyadan himoyalangan bo'ladi, tunnellardagi haroratni esa ideal darajaga insoniyat yashashi uchun saqlaydi. Lekin Elon Muskning jamoasi ushbu shaharni qanday quvvatlantiradi? Yer osti shaharni qanday qilib quvvatlantirish mumkin? Neft, gaz yoki bo'lmasam xuddi yerdagidek ko'mir yoqibmi? Yo'q, Marsda bu qonun-qoidalar o'tmaydi. Bu yerda javob oddiy. Muskda Tesla solar panellari va dunyodagi eng zo'r megapack batareyalari bor. Bu o'sha Marsda qurilishi rejalashtirilgan shaharni butkul energiya bilan ta'minlaydi. Shu joyda savol tug'iladi. Ushbu yer osti shaharga qanday harakatlanish mumkin? Bu yerda metallarda ochiritda turmaydilar. Lekin Elon Muskning Tesla mashinalari bor. Hamma bilsa kerak, Cybertruck. Bu faqatgina yerga haydalish uchun mo'ljallanmagan. Shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlarida ushbu mashinalar unchalik ham mashhur bo'lib tarqalib ketmadi. Chunki Elon Muskning maqsadi faqatgina Marsga qaratilgan. Agarda kallani ishlatib o'ylab ko'rsak, Muskning asl maqsadini bilsak bo'ladi. Deyarli Muskning yerdagi barcha kompaniyalari faqatgina Marsdagi hayot uchun mo'ljallangan desak adashmaymiz. Va shu joyda eng oddiy savol tug'iladi. Shaharni kim quradi? Odamlarmi? Albatta yo'q. Shaharni odamlar qurmaydi. Shuning uchun ham Musk o'zining robotlarini ommaviy tarzda yaratishni va yer sharida ushbu robotlarni ishlab chiqarishni allaqachon boshlab yuborgan. Bu yerda gap Elon Muskning Optimus robotlari haqida ketyapti. Tesla robotlari. Ular havo talab qilmaydi, ovqat yemaydi, dam olmaydi. Agar ushbu robotlar Marsga oldindan yuborsa, ular shaharni quradi. Lekin shu joyda yana bir savol tug'iladi. Marsdan yerga signal deyarli 20 daqiqaga yetib keladi. Robotlarni qanday boshqarish mumkin bo'ladi? 20 daqiqa, o'zlaringiz bilasizlar, bu juda ham katta vaqt. Agarda robotlarni boshqarishga kelsak. Bu joyda javob oddiy. Hozir har biringizni qo'lingizda
ChatGPT va hokazo sun'iy intellektlar bor va bularning aksariyat qismi Elon Muskning kompaniyasiga tegishli. Va Elon Musk XAI kompaniyasida deyarli 7 yil avval ishga tushgan Claude Sonix sun'iy intellektini quradi. Ushbu sun'iy intellekt dunyodagi eng kuchli superkompyuter orqali faoliyatni olib boradi. Hozirda siz sun'iy intellektni ishlatayotgan bo'lsangiz, demak Elon Muskning sun'iy intellektlarini rivojlantirayotgan bo'lib hisoblanasiz. Tabriklayman, siz ham kelajak imperiyasini qurishga yordam beryapsiz. Shuning uchun ko'nglingizni tushirmang. Va eng qizig'i bilasizlarmi? Hech qanday bir hukumatda bunday qimmatbaho o'yinchoq yo'q. Minglab operatsion sistemalar, minglab hisob-kitoblar, hattoki siz va bizning ma'lumotlarimizni, internetda qilayotgan ishlarimizni, barcha hisob-kitoblarni kelajakda Mars koloniyasining miyasi bajaryapti. Ha, biz hozir butun yer yuzidagi odamlar Elon Muskning AI intellektlarini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yuqorida aytilgan gaplar barchasi faktga tayangan gaplar. Bu joyda eng muhim bog'lanish bor, ya'ni aloqa. Marsda internet kerak. Yagona yo'l esa bu sun'iy yo'ldoshlar, ya'ni Elon Muskda bu narsa ham bor. Starlink sun'iy yo'ldoshlari. Orbitada 10 mingdan ortiq Starlink sun'iy yo'ldoshlari bor. Orbitamizdagi barcha sun'iy yo'ldoshlarning qariyb 60% hammamiz bilganimizdek Elon Muskga. Shu joyda o'ylashimiz mumkin. Butun dunyoning aloqasi hozir bitta odamning qo'lida. Yanvarning 2026-yili Eronda 92 million aholida internet o'chiriladi va butun mamlakat qorong'ulikda va tashqi dunyodan uzilib qoladi. Shunda Musk nima qiladi? Starlinkni bepul yoqadi. Bir zumda butun davlat uning sun'iy yo'ldoshlariga ulanadi. Eron hukumatı urushayotgan edi, lekin Elon Muskning sun'iy yo'ldoshlariga qarshi hech nima qila olmagan edi. Bu yerda Elon Muskning Starlinklari sinovdan to'laqon o'tdi. Marsda esa 20 daqiqalik kechikishni bartaraf etish uchun Starlink sputniklari eng muhim kalitga aylandi va Elon Musk o'zining tajribalarini mustahkamligini yana bir bor isbotladi. Va fevral 2026-yil tarixdagi eng katta birlashuv SpaceX va AI birlashdi. 1.25 trillionlik gigant bu yerda SpaceX yetkazib berish, XAI esa miya vazifasini bajaradi. Ya'ni Starlink sputniklari bu aloqa, XAI esa real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash tizimi. Agarda tafakkurga tayangan odam bo'lsa, bu oddiy birlashuv emas. Bu narsalar va trillionlik kelishuvlar bitta mexanizmning qismlaridir. Endi yuqoridagilarni barchasini inobatga olib, tasavvur qiling. SpaceX Marsga yetkazib berish, The Boring Company yer osti uylari, Tesla transport, mashina, elektromobil, quyosh batareyalari, Optimus robotlari esa ishchi kuchlari, quruvchi robotlar, qizig'i injener robotlar ham bor ekan. Starlink sun'iy yo'ldoshlari aloqa va butun koloniya bilan bog'lanish usuli va Neuralink esa inson miyasini mashina bilan bog'lash, kechikishni his qilmasdan turib robotlarni boshqarish. Bu joyda Elon Muskning har bir kompaniyasi bir ulkan bir aql bovar qilmas mashinaning ajralmas vintlaridir. Bu mashinaning nomi esa Mars koloniyasi. Elon Muskning rejalari bu tasodif emas azizlar. Biznikilar bir paytda ijtimoiy tarmoqlarni maydon deb atab, YouTube'da o'zini qirolman deb his qilayotgan paytda, obunachilar esa bularning nag'masiga uchib, kommentariyada negativ qoldirayotgan bir paytlarda Muskning o'zi kechagina internetda ochiq aytdi. Men insoniyatni ko'p sayyorali qilmoqchiman dedi. Va u har bir qadamini aynan shu maqsadlar uchun qo'ydi. Elon Muskning kompaniyalariga qo'ygan g'alati nomlari uni xuddi aqldan ozgandek ko'rsatsa-da, qilayotgan ishimga ko'z tegmasin deb balki butun bir koinotni chalg'itgan bo'lish ham mumkin edi. Zehni o'tkir bo'lmagan odamlar kulayotgan bir paytda u butun bir kelajak imperiyasini qurayotgan edi. Men mana shu zanjirni birinchi marta anglagan paytimda, rostini aytsam, terimga sovuq tushib ketdi. Chunki bu endi faqatgina biznes emas, bu kelajak imperiyasi. Va biz o'zimiz xohlasak ham, xohlamasak ham mana shu texnologiyalarni rivojlantirishga o'zimizning hissamizni qo'shib kelyapmiz, o'zimiz bilmagan holda. Va mana shu texnologiyalarni gigant korporatsiyalarni epsiz bog'langan ishtirokchilariga aylanib qolganmiz.
Do'stlar, sizlarga savol beraman. Albatta, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Videoga like bosing, obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Ancha paytlardan beri meni anchagina odamlar kuzatib kelyapti, lekin obuna bo'layotganlarni juda ham kam ko'ryapman. Oldindan rahmat. Savol shundan iborat. Yuqorida aytib o'tilgan odam u shunchaki jinnimi yoki u bizdan 20 yil oldindami? Menimcha javob aniq. Uni kimdir odam go'shti yeyishda ayblayotgan bo'lsa-da, u kelajak imperiyasini qurdi va bu kelajak allaqachon boshlanib bo'ldi. Agarda ushbu video sizga foyda keltirgan bo'lsa, iltimos yuqorida aytib o'tilgandek videoga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va iltimos obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha bundanda qiziq videolar hali oldinda. Salomat bo'ling. Allohning panohida bo'ling. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.